Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Navbat tovarlarni narxi bilan modeli ko'tarish qobiliyatlarini yetkazib ketaveraman. 1 tonnalik tovarimiz bor. Bu yerda yana boshqa variantlari, 7 faralilari. Ichida komplektda hamma narsasi bordan. Bokovoy, labovoy qo'shib beramiz. Zapaskasi ham bor. 12,5 million dastavka qilib beramiz ichida. 5 kiloliklar 11,5 million. Bu ham hamma narsa komplekt. Kabinkaliklar 20 milliondan bu qimmati. Nima uchun qimmat? Sababi balonlari kattasidan bu, qalin balon. Archa balon. Bu rulli, rulovoy kolonkalari ham bor, 1 tonnalik. Ichida pechkasi yo'q, shamol bergich. Ko'pchilik pechka aytadi, noto'g'ri narsa u. 5 kiloliklar 11,5 million. O'tgan yilgi tovarlarimiz ham bor. 11,5 million 1 tonnaligini qilib beramiz. Bular bu yilgi tovarlar. 12,5 million dastavkasi ichida. 13 million, 11 million, buni o'zi aydab ko'rsatdim. Xo'sh, 12,5 million dastavka qilib beramiz. O'tgan yilgi tovarlarimiz mana bular. 12 milliondan qilib beramiz. Bu samasval. Samasval o'zi enshasi bor, ko'taradi, tushiradi elektronni. Bu 17,5 million. O'tgan yilgi tovar 12 million. Mana bular hammasi 12 milliondan. 1 tonnalik oddiygina variant qilib, bittasini ichini ko'rsating. Bittasini ichini ko'rsating. Ichida hamma narsa bor. Mana labovoy, damkarat, yana nima deydi? Radio, telefon qo'ygichlari, kaskasi, zaryadchiga, balon quluchlari, qo'shimcha quluchlar, hamma narsasi bor edi. Bular o'tgan yilgi tovar. 11,5 milliondan qilib beramiz mana uchalasini. Qolgani benzinlilari ham bor, 27 million. 30 million podyomniki bor, enshasi bor. Yonda ko'rib turganlaringizdek mana motor, moyli. Qolganlari ham shunaqa 27 milliondan, 5 kiloliklarimiz bor, 23 milliondan. Bor, u yerda kabinka, bez kabinka har xilgi bor.